Leksiyamızda davamlaştırımız, hürmetli vatandaşım. Cunguğa qartılğan qudretli ittifaqdaşlar devlet sistemini ve birlik sep kurup çıktı. Amerika Asya'da Cunguğa qartılğan qudretli ittifaqdaşlar devlet sistemini ve birlik sep kurup çıktı. Amerika'nın kudretli qaytarma zərbi berişi eniqki Cungu'da nəhayət zor ruhi təhdid və təsir peyda qıldı. Əməliyyatda Amerika Qoşmuş Ştatlarının hayvili kuch görüstüb Cənubi dəniz vəqələri arlaşqanlığı tüpəyli Cungu Cənubi dənizdə strategik müdafiəyə ötdü. Endi Cungu'ga ta'sir ko'rsatdi deganda Cungu'ning millatchiligi dunyoda har qanday millatchilikdan ortiq bir millatchilik hozirgacha shundoq besimlar bo'lib keldi. Cungu'da ichki yoki partiyaning ichki qismida parchalanish bo'lib boqmadi. Yaqindan beri anglayapmizki ham ichki besim ham tashqi besim sabablar tufayli Reis Xi Jinping bilan davlatning vaziri Li Keqiang o'rtasida ziddiyatning keskinlashganligidan xabar topdi. Bu demek hem içki besim hem taşqi besimden kilovatkan ziddiyetinin aşkarlanışıdır. Taşqari dünya dikkat kılmagan bir nokta şu ki, Prezident Obama cesaret ve gayret bilen Vietnam'ı ziyaret kılış seferiga atlangan paytlarda, Jungu Taşqi İşler Ministerligi gayri bir muhbirlarını kütüp eliş yığını çakırdı. Bu qatimki muhbirlarını kütüp eliş yığını adetki kütüp elişlerine okşamaydı. Amerika Cungu almashtirish fondi jamiyatining o'rinlashtirishi asosida Tashqi ishlar ministrligining muavin ministri Liu Jianmin boshlamchi bo'lib, Amerikadan yetib kelgan ko'plagan nopuzliq matbuot xodimlari bilan hozirgacha oz uchragan suhbat yig'ini o'tkazdi. Bu suhbat yig'ini qatnashgan Amerika matbuot xodimlari tuvanli kishi. Amerika Haftalık Axborot Jurnali nopozliq Xitoy yozuvchisi Robert Chicago munbiri gazetining bosh tahriri Kim Pop ve Los Angeles Vaqt gazetining obzorchisi muavin bosh tahriri Shirley qatorliqlar Jungo taraf Janubiy dengiz masalasi bo'yicha Amerika jamiyatiga ideologiyalik hujum qilmoqchi bo'ldi. Bu Amerika'nın nopozluq gazetlerinin muhbirleri ve tahrirleri, baş tahrirlerini, obzorchilarini yığıp, Xitoyning Tashqi ishlar ministrligi shularning qilimi orqali Amerika jamiyatiga ve Amerika jamiyatidagi ideologiyaligi jamoat fikri orqali Amerika hukumatiga besim ishlatmoqchi bo'ldi. Hujum qilish orqali Amerikaning ichki qismini jamoat fikrini, Jungo to'g'risi Jungoga foydasiz xalqaro jamoat fikrini o'zgartmoqchi bo'ldi. Bu arqılık Jungo Amerika hükümetiga besim paydo qilmoqchi bo'ldi. Bu ish muxoddi turib, urush qilishga o'xshaydigan bir ish edi. Amerika Qo'shma Shtatlar Osiyo Tinch okean rayonida strategiyalik qadamlarni tezlatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Osiyo Tinch okean rayonida strategiyalik qadamlarni tezlatdi. Jungo mu bu qadamga qarshi turishi kerak edi. Lekin Jungo yo'l qo'ygan qarshi turish jamoat fikr orqali siyosatga ta'sir ko'rsatish bilan cheklandi. Jungoning muavin tashqi ishlar ministri Liu Jianmin bu qatimki muxbirlarni kutib olish suhbat yig'inida bir qancha muhim uchur tarqatdi. Bu uchurlarning muhimlaridan u mundaq ko'rsatdi. Janubiy dengizning yaqindan beri jiddiy vaziyatni Jungo paydo qilmadi. Jungoning Orol hada tashlarini yasaganligi boshqa davlatlardan keyin boshlandi. Majbur bo'lib qoldi. Mushu asosda u yana mundaq ko'rsatdi. Jungo boshqalarga qaraganda rayonning muqimligi, tinchligiga texmi ko'ngil bo'ladi. Janubiy dengizda qatnash erkinligi ko'ngil bo'ladi. Jungo Janubiy dengizning tinchligi, muqimligiga buzg'unchilik qilmaydi. Muavin tashqi ishlar ministri Liu Jianmin tarqatgan ikkinchi halqalik uchrashuv bo'ldiki, Amerikaning Osiyodagi manfaatiga Jungoning ig'vogarchilik qilish niyati yo'q. Jungoning Amerika bilan qarshilashadigan ikkinchi Sovet ittifoqi bo'lish g'arazimi yo'q.
Amerika o'xshashli Jungoning manfaatini hurmat qilish kerak. Jungoning egilik huquqiy qadr-qimmati bexatarligini hurmat qilishi kerak. Amerika bilan Jungo o'rtasida manfaat to'qinishi yo'q. Amerika Jungoga yaqin kelib ig'vogarchilik qilmasligi kerak. Aksicha Amerika bilan Jungo hamkorlashadigan saholar keng. İki davlatning manfaati bir-biriga giralishib ketgan. Demak, Ma'avin Tashqi ishlar ministri Liu Jianmin Amerikaning matbuot xodimlarini Beijingga chaqirib yig'in ochib, ham tulkidek quyruq shiponish deb o'zining ojizligini oshkorlayotdi, ham bir tarafdan hujum qilyotdi, Amerika qarishtiryotdi. Biz o'ylaymizki, bu tadbirlar Jungoning 36 tadbiri degan kitobni ko'rgan bo'lsalar, bu Jungoning xarakteri. Jungo milletining, Hanzu milletining, Xitoy milletining xarakteri 36 tadbir degan gap. Hozir bu tadbir Liu Jianminning bu tadbiri 37-tadbir bo'lib o'tirg'i chiqqan bo'lsa kerak.